Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Bugun leksiyamizningki 9-cı qismiga keldik. Bu qismning temasi media. Hem shuning ichida social media bor, ya'ni ijtimoiy media bor. Men ilgirki leksiyalarimga o'xshash oldi bilan bir ikki misolni berib o'taman. Eng yangi misollar bu. Mush misollar orqali medianingki ta'biri, alaylıkları, medyadaki bir taraflılıklar, medya kontrollüğü ve ictimai medyalardaki işler cümleden kontrollük hakkında kısaca toxtalib ötümen. Medya bizdinki turmuşumuzga yaqında kirgan bolsa-mu, bu matbuat erkinligi, media erkinligi deydigan bu atalgılar bizning turmuşumuzga kirgan xeyli uzun bo'lgan. Bu medianınki başka ilgirki gazet, jurnal ve başka şekildeki teşviqat materyalları, haber materyalları ve hüccet filmler qatarlıqlar oxşamaydigan bir alaylıkları var. Bugün ben şu oxşamaydigan alaylıklarını diqqatingizga sunishga tirishman. Xo'sh, ikki misol keltiraman. Aldı bilan birinchi misol. Yaqinda Amerikada erkinlikning ovozi deydigan bir film ishlandi. Bu filmni yerim hüccetli film desek mi buldu? Çünkü onundaki vakalikler emniyetten kelgen deb qaraladi. Ama onunla bazı artistler rol eliş arkalık filmdeki asaslık bir baş kahraman var. Bu baş kahraman CIA'ninki, yani Amerika Merkezi Akbar İdaresi'ninki aynı vakitteki balla etkesçiliği mesul adamı. Bunun rolünü Amerika'daki meşhur kino artisti Jim Caviezel algan. Hem de bu filmde dünyada hazır her yılı yoqab ketayotgan 8 milyon bolalarninki facialik qismatları haqqida dastlabki qadamda tekshirib berishning natijasida ishlangan bir aq ko'rinish var. 8 milyon bolalarning tragediyasi aq ko'rinish qilingan. Bu shu Markaziy axborot idorasininki shu mazkur xodimininki kechirmishlariga asoslangan. Bu balalarning hammasini qutqizolmaydi amaliyotda, ammo bu balalarninki dunyoning har qaysi joylarida yo'qolib ketayotganligi qatorliq ularni tekshirish ishlariga qator nurg'un ishlar qatnashgan. Men bu hikoyaga jiq kirib ketmay, bu ikki film hozir Amerikada qo'yilyapti. Amerikada yaqinda 3 bek dangliq va bir-biridan besishayotgan 3 kino chiqdi. Oppenheimer buning birisi, Barbie degan ikkinchisi, bu erkinlik ovozi bu üçüncüsü. Ama bularning ichida eng az ko'rilayotgani erkinlikning ovozi, qog'oz silishtirgan vaqtda. Ammo buning ijtimoiy jumladan shu matbuotlarda, medialarda, bo'libmi ijtimoiy medialardagi buningki bas munozaralar qattiq qizg'in va ba'zida ochiq aralashgan, g'azab aralashgan shaklda elib berilyapti. Hem de bu filmni yana Amerika'daki meşhur artist Mel Gibson'ı qo'llagan. Mel Gibson'ni ihtimal ba'zilaringiz bilishinglar mumkin. Bu adam Batir Yürek, Braveheart degan kinoda asos rol olib chiqqan. Shuningdek keyin bizning Uyg'ur ko'rurmanlariga tanishliq deb qarayman. Bu filmde bu Mel Gibson'ning og'anligimi yana bir xil g'aybat, shikoyat, apqashdi gap, g'azab, nafrat va tanqidlarga sebep bo'lgan. Nimishqa? Çünkü Mel Gibson 2003-yilda deymi Kaliforniyada bir qatimliq bir saqchilarni tekshirishda aroq ichganlik sababdan tutilgan yo'lda. O tutilgandan keyin mashinasidan chiqmayla dunyodagi bütün balay ofatning manbasi Yahudilar degan bir so'zni qilgan. Shuningdek keyin uning bo'lgan tanqidlar kuchib, o oxiri Hollywood'dan terk etishga majbur bo'lgan. Yani onu dekin o'zi filmlarni ishladi, ammo boshqalarning filmlarida rol elish asosan tukkan. Bu shunday bir bahislik bir shaxs. Bular turib tursin. Endi asosiy gap bugungi temamizga munosabatli qismiga kelaman. Bu film haqidagi baholar cho'ng medialarda asosan xabar qilinmayapti. Oppenheimer to'g'risidagi xabarlar qizib ketdi. Barbie'dikisi eng qizib ketdi. Ama bu film to'g'risidagi baholar qizimidi, ama qizidi deyilsa 2-3 cho'ng obzor e'lon qilinib, buni
o'ngchillarninki suiqasd nazariyasiga asoslanib ishlangan film deyildi. Buni Rolling Stone degan bu media e'lon qildi bu maqolani. Demek 8 milyon balalarning jutib ketishidan iborat bu kadar qo'rqinchli bir hikoya tema qilinayotgan bir kino, mayli u rost bo'lsin, yolg'on bo'lsin, asosliq medialarning jumladan CNN, ABC, NPR, BBC, Al Jazeera yoki boshqalarning hech qaysining diqqat e'tiboriga tushmayapti hozir. Sabab nima? Bilimiz o'tganda Angliyalik bir qiz bola jutib ketgan vaqtida necha yil butun BBC'dan tortib Amerikadagi boshqa medialikcha necha yil bu qizning derigini qilib ketdi. Bir qizning jutganiga. Ammo hozir bu 8 million odamning gapini qiladi. Uning ustiga balla bu. Ne ketdi bu balla? Agar mushsan to'g'ri bo'lsa, kimlar bu agar bu yerda bir dunyoviy bir qochoqchilik tashkilotlari bo'lmasa, qanday olib 8 million dunyoning har qaysi joyida yutib ketadi? Bu balla nimaga ishlatildi? Bu balla nima qilindi? O'g'irlab ketilgandan keyin. Bilimiz biz bu ochiq bir qismatlarimiz var bu Uyg'urlarning vatanda Uyg'ur balalar yutib ketgan vaqtida hech kim yanchiqchilik salatda bu deydigan hikoyalar bor. O vaqtda ba'zi bir bizningki o'yg'oq vijdonliq ba'zi Uyg'ur yozuvchilarimiz bu vaqtda adabiy axborotlarni yozgan dastlab qadamida. Ammo u yerda o adabiy axborotlarningki ko'pinchisi de bir to'saliq bo'ldi. Ya'ni buning oqisida Xitoy istixborotininki qanchalik bog'liqi, Xitoylarning Uyg'urlarni vayron qilish uchun, Uyg'ur jamiyatini vayron qilish uchun bolalarni o'g'irlanib ketishini qanchalik darajada planlaganlik qatorliq ishlarni ular diyemeydi, hem onun işkirlep kiremeydi. Hoş, bir adamda 8 milyon balalarının ki bir yutuştek bir iş var. Demek bu asaslık medialarının dikkatini kozgamasa, neme olanın dikkatini kozgaydı? Ularının dikkatini kozgatmayatkan neyse deme. Ya ki bularının bir kısmı, ya ki bu medialarını kontrol kılavatkanlar, bu kıtımlık balalarını yok yapıp gitişte, karakollu bağ mı? Katarlıkla. Şunun bilen biz bu işlerini körüp, bu kinodaki bu işlerini körüp ötkendeyken medianın rolü hakkında yani kaydıdan oynayışa mecbur olmamız. Bu birinci misal. İkinci misal. 3-4 saat ilgari hazır Amerika'daki meşhur o'ngchillarninki mediasındaki en açıq şəxs deb qaraldıgan Tucker Carlson dediğin bir adam. İlgari Fox haberleri işleyen bu adam. Bu adam hazır Fox haberleri bunu işten boş tutkendiken hazır Twitter'da özününki ayrım sahipsi içip Amerika'daki mühim vakalar hakkında mühim şəxslərni ziyaret qilishda yana qaytadan dan chiqaryapti. Fox haberleri bunu işten boş tutkendiken ilgirki şöhretini asla qelyapti hazır onun ustiga. Yani onu ko'rganlarning nisbati az jizlayapti. Bir şəxsni ba'zi chaqda mediatik rol manimada cho'ngiladi. Buningki 3 saat ilgari ehtimal ziyorat qilgan bir odam bor. Bu odam Amerikadagi polkovnik Douglas McGregor. Bu hozir mushu Ukrayna bilan Rossiyaning o'rtasidagi urush haqida portlashg'ich uchurlarni berdi. Yani onunda birincisi bu dedi. Bizning Amerikadagi asosliq medialarninki bu urush haqidagi xabarlarning hammasi yolg'on dedi. Ner yolg'on onuncha. Onun deyishicha bu urushda Ukraynaliklar zo'r darajada zo'r chiqim tortyapti. Yani o'lganlarning sonimi anın deganini nisbatlashsak 1/8 kicha. Yani bir Rus askari o'lsa 8 Ukrayna askari o'lib o'tadi deydi. Endi unda bo'lgan vaqtida bu urushni ilib berilishining o'zi intayin xatarlik. İkincisi, Rossiyaninki qurollarni intayin qudratlikini da'vatadi bu. Douglas McGregor. Yani dedi ki, o Amerikaninki qurollardan mı intayin qudratlik hem qo'rqinchli vayron qilish kuchiga ega. Bu urushda Ukrayna emas, NATO'nun hammasi yenilmeydi bu urushda Rossiyani. Talabı zor buludu. Üçüncüsü,
Bu urushninki Ukraynaning iqtisodiga emas, balki Amerikaninki iqtisodiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatyapti. Chunki Amerikada hozir bilasizlar, g'oyat zo'r so'mdagi milliardlagan dollar bu urushga kirgizilyapti. Uning ustiga buning adamning degani bu pullarninki ba'zilari urush ishlatilgan, ba'zilari Ukraynaning yuqori darajadagi amaldorlarininki nimasilar alaqa noaytiliq bir chirik bir hukumat bo'lasi bilan bu pulni yeb ketyapti deyilyapti. Mayli bu xabarning qanchalik qanday bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, mening bu yerda uni ochiq qilish maqsadim yo'q. Maqsadim qandaqlab bu qadar zo'r bir urush haqidagi xabarlar bundaq bir odamning gapiga ko'ra Amerikaning medialarida butunlay yolg'on shaklda e'lon qilinadi. Bu bugungi temamizningki asosli qismi. Xo'sh. Media degan nima endi? Bu media deganning gapini chiqib ketdik. Endi bu media degan nima? Buning bir ta'birini berdi. Media deganimiz jamiyatda intayin muhim rol o'ynaydigan bir muassasani ko'rsatadi. U kishilarni tarbiyalaydigan, ularga uchur bilan ta'minlaydigan va ularga turli xabarlar orqali ularni qiziqtiradigan va ularningki ko'ngil ichishga xizmat qiladigan mulozimatlarni, xabarlarni, ba'zi bir alayda programmalarni, analizlarni, qatorliqlarni ko'zda tutadi. U shuning bilan bir vaqtda masalan ular yana hujjat filmlarni ishlab chiqardi, ba'zi dramalarni ishlab chiqardi. Hozirgi vaziyatda nima bo'layotganligi haqida programmalar ishlab, xuddi men hozir so'zlayotgan, bugungi g'arb jamiyati haqida so'zlayotgandek ommaviy mulozimatlarni bilan ta'minlaydi, e'lon san'at bilan ta'minlaydi, magazin programmalar bo'ladi, magazinlarni nashr qiladi, ya'ni jurnallarni demakchi. Qatorliqlar. Endi bularning asosiy yo'llari hozir ilgari radiodan o'tib, televizordan o'tib hozir bizning to'rda bo'lyapti hozir. İctimai medianın asaslık nimesi tordaki mevhum reallik bo'lyapti hozir. Onun üstüge bu mevhum reallikninki qaplışı hozir bizdeki fiziklik reallikning dimi kuchli bo'lib ketadi. Ya'ni bir o'tirib bu hem dunyoning ham yerini qaplab hozir dunyoviy bir global bir xabarlarning to'ri shakllandi. Hamda bir medianingki qandaq bo'lishi bir davlatning demokratiyalashishninki darajasini bildiradigan asosiy omillardan birisi. Agar media erkin bo'lsa, ochiq quyruq bo'lsa, uningda fikr erkinligi yo'l qo'yilsa, bu jamiyatningki erkin fikr qilish bir atmosferasiningki bog'liqini bildiradi. Ana ba'zi diktator davlatlar, masalan Xitoydagi davlatlarda bu yerda undaq bir hukumatni tanqid qiladigan boshqa bir ovoz chiqarish mumkin bo'lmaydi. Endi Amerikadek bir yuksak darajada taraqqiy qilgan demokratik davlat deb qaraladigan bir davlatda media odatda insonlarningki chipki kishiga qo'ygan fikr erkinligi, ifoda erkinligi yoki so'z erkinligiga hurmat qilish, uni qo'g'dash va uni joriy qildirish, uni yuqori ko'tarish, texnik mukammallash qatorliq nurg'unlagan funksiyalarga ega bo'lgan bo'ladi. Demokratiyaning kuchi uningki medialar orqali uning nazorat qilinib turishi, davlatning organlarininki medialarninki kuzatish ostida bo'lishi da intayin muhim rol. Agar bundaq bir mexanizm bo'lmasa, hukumat qarang'i o'xshasa, bu yerda medianinki ularninki nima qilayotganini ko'rish mumkinchilik bo'lmay qolsa, bundaq davlatda demokratiyani eg'izish mumkin bo'lmaydi. Bundaq davlatni cho'qim hokimiyatli davlat deyish kerak. Shuning bilan bir vaqtda biz shuni unutmasligimiz kerakki, medialarninki bir jamiyatninki o'zgarishiga turtkilik qiladigan g'oyat zo'r bir kuch bo'lgan bo'ladi. Nimishqa? Chunki media kishilarninki fikriga, ularning moyilligiga va ularninki ma'lum bir yo'nalishga, ideologiyalik, siyosiy va boshqa ijtimoiy iqtisodiy yo'nalishlarga menishiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda bir gap bor, nimaninki Jim Morrison deydigan bir dangliq bir naqshchi bir bola bor. Uning bir gapi bor. Kimiki mediani kontrol qilsa, o insonning kallasini kontrol qiladi dedi. Men buni bir qadam ilgarilab so'zlar, kimiki mediani kontrol qilsa, o insonning kallasini kontrol qiladi. Kimiki insonning kallasini kontrol qilsa, o butun jamiyatni kontrol qiladi. Demak,
medianingki bu kadar kuchlik bir roli bor degili bo'ladi. Uning ustiga media bizga masalan bu yerda yana bir nuqtani deb qo'yay. Tanqid boshqa o'xshamagan ko'z qarashlarningki bo'lishiga g'oyat zo'r darajada turtkilik rol o'ynaydi. Uningga bir sahna hozirlab beradi. Agar bir jamiyatda, bir davlatda yoki bir hokimiyatda o'xshamagan ko'z qarashlar bir-biri bilan tinch shaklda mavjudlab turamasa, bu jamiyatdan chatoq chiqadi. Ya'ni zo'ravonlik tashabbus qilmagan, boshqalarni kamsitish va boshqalarni turli shakllarda ularga bir tarafliliklar va yoki ularga nisbatan to'g'ri bo'lmagan bir turkum qarashlarni bozorga silishli bo'lmay, balki u normal bir qarashni o'tirib qo'yish bo'lib qolsa, ham bu qarashlar bir-biri bilan datalashga tushsa, bu bir jamiyatningki normal demokratiyasiningki eng aqalli bir holatini ko'rsatadi. Ammo dunyodagi jamiyatlarda bunda bir narsani ko'rish nati ta'sirida. Shuningdek bir vaqtda masalan biz bu TEDx'ni alaylik. TEDx deganimiz odatda dunyodagi dangliq shaxslarni, media xarakterlarni yoki media odamlarni va siyosiylarni, texniklarni, olimlarni, ilm-fanchilarni va boshqalarni taklif qilish orqali ma'lum bir tema haqida odatda bir 10 necha minutlik qisqa, kuchlik ham o'ziningki eng yangi bir yuzlanishlarni aks ettiradigan bir program so'zlash va boshqalar bilan hambaharlashdek bir nutq bir programmasi bor. Bu bir sahna deyishga bo'ladi bu. Mana mushumu demokratiyaning g'oyat zo'r bir ortiqchiligi. Ya'ni bu yerda TEDx'dek mashindoq bir sahnada o'xshamagan fikrdagilar chiqib, o'zining fikrini bayon qiladi. Albatta bu yerda bir datalash bo'lmaydi, faqat shu so'zlikchilar, anglashlar o'tirish, ma'lum savol va javob shaklida elib berildi. Ammo buningdan o'ta cho'ng bo'lgan va buningda ko'lami zo'r bo'lgan, masalan Amerikadagi masalan prezidentlarningki munozirasi masalan. Bu munozirni masalan odatda CNN yapasın yoki boshqa bir yapasın. Bular Amerikaning demokratiyasiningki inta muhim tarkibiy qismi bo'lib, saylanadiganlarningki kallasida qanday planlarning baliqini bilib ondan saylaydi. Bu aşındaq bir zaruriyatni chiqish qilib turib qurilgan bir sahna bo'lib, bu Amerikaningki saylamningki demokratik shaklda elib berish muhim rol o'ynaydi. Xo'sh. Odatda media degan yomon bir cho'ng bir ufqum, men buning hammasiga kirib chiqolmayman bugun. Faqat medianingki hamda asosiy alohidliklarga bo'lib G'arbning hozirgi jamiyatini aks ettiradigan qismlarga diqqatimni beraman. Odatda medianingki 4 xil prinsipi bo'ladi deb qaraldi. Buning birisi adolat bo'lish, ya'ni haqqoniylik bo'lish, adillik bo'lish. Ikkinchisi to'g'riliq. Uchinchisi ko'p xillik. To'rtinchisi tangpunglashgan aks ettirish. Ya'ni bu yerdagi adil bo'lish degan vaqtimizda bu yerda bir voqeada masalan deylik, bu yerda bir zulm qilg'ichi bilan zulm uchirish o'tirishga hikoya bo'lsa, masalan Uyg'urning hikoyasi deylik. Buningda Uyg'urlarning ovoziga bo'libmi bu yerda Uyg'urlar zulm uchirg'ichi, haqni izdig'ichi bir guruh bo'lish bilan mush xabarda ularga adil bir ovoz bir chiqarish mumkinchiligi bilan ta'minlanishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu yerda Uyg'urlar zulm qilayotqichi bo'layotgan Xitoy rejimini shu suhbatga taklif qilish yoki uningdan so'z elish kerak. Bu orqali ularning nima uchun Uyg'urlarga zulm qilayotganligini xalqqa bildirish kerak. Agar bunda bo'lmay faqat Uyg'urlarnikini olib qolsak, bu vaqtda boshqalar o'sha savolni so'raydi. Xo'sh, bu Uyg'urlarning hikoyasi bo'ldi. Undaq bo'lsa, bu Uyg'urlarni qirayotgan, bularga irqiy qirg'inchilik olib berayotgan Xitoylarning bu vaqtdagi hikoyasi. Ular nima uchun bu ishni qiladi? Xitoylarni so'zlash kerak. Shu so'zlash orqali bu yerda biz ularningki maqsadining nima ekanligini elib olgandan keyin ananikin bu irqiy qirg'inchilikning xarakterini, ashlarning nuqtasida nima maqsadlar olib borganligini bilalaymiz. Chunki har qanday irqiy qirg'inchilikda irqiy qirg'inchilik elib borishninki niyatini bilmay turib, u irqiy qirg'inchilikning xarakterini bekitgili bo'lmaydi. Qatarliqlar. Anadagi ishkisi to'g'irlash kerak. Bu yerda bir ko'p turishga, ojizlik tutishga yoki yolg'on xabar qilishga, saxt xabar qilishga bo'lmaydi. Bu bir prinsip. Üçüncüsü köp xil deganim ma'lum bir masalan biz hozirgi masalan kino to'g'risidagi
nimeni dedik mesela abayqı misalımız keleyli. Erkinlikni avazın kelin bolgan vaqtda köpligen adamlarniki. Mesela ballarını mesela bir yerde bir söhbet programımız var mesela CNN orlaştırdı deyli. Bunu işligüç yani ziyaret kıldı. Bunundaki ziyankeşik uçurğuç ailelerini ziyaret kıldı. Bazı hükümet xadimlerini ziyaret kıldı. Hükümet xadimini ziyaret kılgan dedi sen bu nima için bu 8 milyon dünyadaki bu kadar zor bir insan hakları krizisiga sükut kıldın. Yoki bunu sen nima için bu media aldı bu çoğun bir aldınqı bir kun tartibga kelmey degandek ularni bir nimaga qiyin qisqa qilib ularni so'zlatkizish kerak. Saqchilarni, istixborot xodimlari qatorliq ko'p xil nuqtadan chiqib turib bir hikoyaga nur tushirish kerak. Shu vaqtda bu hikoyani biz to'liq tushuna olamiz. Elaqa bir gap bor-ku, elaqa bir uyda bu elaqa nimaninki bu Hindistonninki bir nimda qilsa bu yana bir pilni bilish uchun biz uninki 4 qarığı 5 qarığı bir pilni tasvirlamoqchi bo'ldik. Biz buni putini tutadi ekan, putini tasvirlaydi ekan. Biz 5ni tutadi ekan, 5ni tasvir biz qo'sqini tutadi ekan degandek hammasiniki bayonlar kelgan vaqtida bir butun pilninki tasviri chiqadi deydi. Shunga o'xshab ketadi. Bu xil bu medianiki nimasi. Shunda bo'lgan vaqtida qarıqdekda hammamiz xuddi qarığı kabi o'xshamagan nuqtadan chiqib turib bir hikoyaninki uninki mesela şu ballarninki qaçaqçılık meselesinde nurgulgan terkipler var, nurgulgan katlamlar var bir yerde. Ta ki adetteki bir yerlik hükümetten tatip, ta ki Amerika Merkez Akbarat İdaresi boğan bir yürüyüş, dünyavi bir sistemlik bir operasyon bu. Bunun için qanda qilib mushu nimalarninki ballarninki mushunda qaçaqçılıkda elib belayotganligini ko'p xil nuqtadan chiqmay turib tushungil bo'lmaydi. Shuning uchun biz ko'p xil nuqtalardan ko'rilgan, kuzatilgan va baholangan bir nimaga xulos shakldagi bir reportga erishimiz shu vaqtning o'zida. Shuning uchun bu yerda hamda odatda biz deymiz bir hikoyani deymiz. Ben bir misol keltirib beray bu yerda. Bugungi darsimizda misoljiq, men shuni oldin deb qo'yib deb o'tib ketma. Bir chaqda menga bir bola shu axborot ishlaydigan bir bola telefon qilib, "Voy, menimka sizni shu siz yashayotgan yerdagi birisi anda deb ketdi, anda datlab ketdi, manda datlab ketdi." O bu dedi. Yaxshi bo'pti. Nima dedingiz unga desam, "Yo, men boshqa gap qilmadim" deydi. Men shu sizlar mush gapni bir deb qo'yay deganda telefon qilibdi. Men dedim, siz uning ishim demagan bo'lsangiz, menga nima qilib gapni dedingiz unda bo'lsam, nima deganingiz bu deydi. Siz uningga men avval mamdimindimi bir anglab boqay bu hikoyani, andan keyin sizni bilan bir selishtirib, andan bir narsa deytimiz dedimda. Andan oxirida bir gap qaytib qoldi. Agar odatdagi bir odam bu gapni menga deb kelsa, mening parvoyim palakdi. Ammo siz kabi bir tonuldim deb qaralayotgan bir axborotchininki shunda apqashdi gapida ana hikoyasi anglab bo'lgandan keyin Ahmadnikini anglagandan keyin uning aloqador bo'lgan Samatnikini anglasa, xuddi anikini anglagandek meninkimi shu hikoyaga bo'lgan qarashimni anglagandan keyin anangdekin o'tirib haqning topsiz. Uning ustiga haq aning hikoyasi mening hikoyamdan o'ttirdi bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra har qanday hikoyaning 3 tarafi bo'ladi. Odatda mening hikoyam, sening hikoyang nimalarning yuz berganligi, ya'ni haq. Endi bu yerda men yana ikki narsani qataman. Birisi boshqalarning hikoyasi, ya'ni shohidlarning va atrofdagilarning. Bo'lsa, anadekin oxir qatim qatarqinim bu yerda bir ramka, kontekst, bir sharoit bo'lish kerak. U shu ma'lum bir voqea bir yerda yuz bergan bo'lsa, uning sharoit oxir ko'rinishi qanday? Mana bu 5 omilni, mening hikoyam, sening hikoyang, ularning hikoyasi, ya'ni haqiqat, shuning bilan bir vaqtda ularning hikoyasi va kontekst, ramka yoki sharoit. Mushlardan chiqib turgan vaqtimizda bir hikoyaninki o'xshamagan ko'rish nuqtalaridan ko'rilgan bir qadar haqiqiy bo'lgan variantga erisha olamiz. Bu yerda yana bir hikoyani deb o'tib ketay. Bu mashhur grek faylasuf Sokratning hikoyasi bu. Qisqacha deb o'tib ketay. Buni ehtimol ba'zilar anglagan bo'lishinglar mumkin.
Bir kuni birisi aldirab tenab Sokratning oldiga keladi ekan. Voy Sokratga, sizga bir xabarim bor deydigan, bir uchurim bor sizni yetkazadigan deydi ekanda. Degandiki nima haqda desa, hay sizning bir do'stingiz haqidagi hikoya bu. To'xtab tur. Men hozir sening hikoyangni meningki 3 tasqamdan yoki 3 eglikimdan yoki 3 filtrimdan o'tkazay dedi ekan. Xo'sh, dedi ekanda xabarchi. Birinchisi Sokrat ko'zida almashtirdi ekan. Sen bu hikoyani o'z ko'zingdan ko'rdingmi? Yoki uningga qatnashdingmi? Yoki uningga shohid bo'ldingmi? Desa, yo'q, men buni boshqa birisidan angladim. Xo'sh, unda hikoyam meningki birinchi o'tganimdan o'tolmadi. Ya'ni u haqiqiy emas ekan. Sen o'zing ko'rgan hikoya emas ekan. Ikkinchisi, shuna deb turshi eliq odam. Yo, to'xtab turing. Ya, men shu sababdan men sizga demoqchi edim. Ya, to'xtab tur. Ikkinchisi deydi ekan bu yaxshi ish nuqtasidan jay buni dedi. Ya'ni bu hikoyang zodi mening shu do'stimning bir yaxshi fazilat haqida bu. Desa, yo'q, unda emas. Shuning uchun men shuni demoqchi edim. Unda bo'lsa bu agar bu sening hikoyang zarur nuqtadan bir haqiqiy bo'lmasa, ikkinchisi u yaxshi bir hikoya bo'lmasa, men uni anglamay bo'ldim. Ikkinchi nimadan tasqamdan o'tamidan yo'q, to'xtab turing. Sabab soldi. Yo'q, to'xtab. Oxirgi bir nima bu deydi. Ya'ni bu hikoyaning bir foydasi bormi? Biz turib ketadi ekanda bu. Yo'q, onchiq foydasi yo'q desa, unda bo'lsa haqiqiy bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, foydasi bo'lmasa, bu anglashninki hech qanday foydasi mening anglag'im yo'q buni hikoyang deydi ekan, gap tugaydi ekan. Demak, ko'p hollarda mana shunda bo'ladi. Media oldimi, shuning uchun shu mesela urush bo'layotgan vaqtda urushga muxbirlarni avatadi. Nemishqa? Chunki bu yerda bir xabar odim biga, bidin, siga, sidin, iqmada menib ketsa, bag'an shak o'zgarib, buning amasi bir narsaga aylanadi. Bu tajribalar jiq. Shuning uchun shu muxbirlar bevosita o'z ko'zi bilan ko'rib turib, o'zi shohid bo'lib turib, anandan u to'g'risida xabarlarni yozadi. Jonni tikib qo'yib turib. Maqsad xabarning haqiqiyligiga kafolatlik qilish kerak. Shuning bilan o'xshash narsa. Hamda yaxshiligiga kelsak, hikoyaningki u bir jamiyatningki bir taraqqiyotiga, mayli u ijobiy xabar bo'lsa yoki salbiy xabar bo'lsin, umumyuzlik kayfiyatiga yaxshi bir ta'sir bergan. Bunga mencha qitilib ketmayman. Ba'zi chaqda yomon xabarlar berilishi kerak. Bu orqali jamiyatga masalan, avvalgi 8 million bolaning haqiqatan shunda bo'lgan bo'lsa, bu qo'rqinchli. İnsanlık çok tragediyalarning birisi bo'ldi, krizislarning birisi bo'ldi bu. Bunda xabarlar cho'qim cho'ng mediada berilishi, bu vaqtda tekshirishlar elib berilishi, muxbirlik yoki xabarchilik nuqtasidan bu vaqtda mutaxassisni taklif qilib, bas munoza elib berilishi ham jamoat fikr to'plash orqali hukumatning o'rinlariga besim tushirib, bu ishga qarta texadammi keng ko'lamlik formal shakldagi bir tekshirish olib berish kerak deganlarni barliq keltirish kerak. Normalda tertiplemeni şunda bulundu. Xo'sh, ammo nurg'unlagan ishlarga kelgan vaqtimizda bu xabarlarningki ko'pincha Allohda gerçi haqiqiy bo'lsa-mu, ammo ularningki nurg'un Allohda bizning kallamizni o'ynaydiganligini, bizni manipulyatsiya qilish uchun qo'llanilganligini ko'ramiz. Agar, yana abayq misolini qilay. Agar Abay deb o'tib ketgan polkovnik, Amerika polkovnikining gapi rost bo'lsa, agar Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush Ukrainaninki va NATOninki og'ir darajada zarbaga uchrash, mag'lubiyatga yuzlanishdak aloyidligi bo'lsa, ham bu xabar hech e'lon qilinmasa, bu medianinki ma'lum darajada kontrolga uchrayotganligi va bu kontrollik orqali bizni haqiqiy xabardan xabarsiz qoldirish orqali bizningki bu urushga qarta fikrimizni berishimiz. Masalan, men Amerikada emas-ku, Amerikadagilarning buni qarshi turishining oldini olish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bu qarshi turishning oldini olishga maqsad nima? Kim shunday qilyapti? Bu urushdan kim foydalanadi? İtalyacha bir gap bor, ya'ni qadimgi latincha cui bono deydigan bir gap bor. Yani bu nurg'unlagan men shunday qilib savollarning ichidagi muhim savollarning birisi, buni masalan turmushda ko'p ishlatishinglar kerak. Bundan kim foydalanadi? Yani kim foydalanyapti bundan? Albatta, Ukraina emas. Amerika xalqi emas. Amerika siyosiy bo'lishim notayin. Buni aqsi kim bor? Bu qadar
xilma-xil mediani zuvan suygizmayotgan kuch nereden kelyapti? Bu medianinki nayta zor bir sırlıqlıqqa to'lgan bir yüzünü ko'rsatdi bizga. Albatta biz vatanda mesela men axborot nashriyat sohasida ishlab boqqandim. Bu nurg'un narsa senzor qilinadi. Bizningki bir kitobni chiqarishimizda misol necha qatlam senzor qilishyapti. Eng oxirisi axborot nashr idorasidagi senzor ishxonasi to'xtaydi. Qatma-qat ko'rdi. Bo'lapmi ba'zi bir Xitoyning nazarida kommunistik partiyaning manfaatiga ziyon keltirdi, davlatning manfaati xavf etadi deydigan ba'zi kitoblar bo'lib qolib qolsa, mutaxassislar taklif qilinib ko'riladi. Bunda qatma-qat o'tganmidan o'tkazishda ko'p hollarda u bir hokimiyat o'zining manfaatiga mos kelmay, uning qarshisiga bir ideyani o'tirib chiqishni yo'l qo'ymaydi. Chunki butkul matbuot, nashriyat, axborotning hammasi kommunistik partiyaningki boshqarish ostida edi. Unda bo'lgan vaqtida bu yerda bir erkinlikdan, so'z erkinligidan, ifoda erkinligidan, nashriyat erkinligidan qatorliqlardan so'z ichish mumkin bo'lmaydi. Endi bugungi bu qism kelgan vaqtimizda agar Amerikada bunda bo'lib qolsa, bu bizni haqiqatan ajab andirib qolmay, balki bekla afsuslantir. Agar shuningki gapi, fikri to'g'ri bo'lsa. Endi bu yerda medianinki manipulyatsiya qiladigan bir alohidaligi bor. Bu yerda men bir odamni tanishtirib o'tay. Bu odamning ismi Edward Bernays. Bu Amerikadagi mashhur ommaviy munosabatlar ilmininki peshvolaridan birisi deb qaraladi. Buningki propaganda deydigan bir mashhur bir kitob var. 1928 yil yozilgan hozircha klassik bir eser deb qaraladi. Bu eser hozir g'arbninki propaganda haqidagi tadqiqotlardagi cho'qim o'qish tegishli zo'r kitoblarning birisi. Yani qimmat hozirgacha o'lmagan, yil hamma tatbiq qiladigan bir. Ammo qiziq yeri Edward Bernays mashhur psixolog Sigmund Freudninki jiyani bo'ladi. U Freudninki mushu insonning qilmishiga qarab da insonning qilmishini ularninki ongsiz va g'ayri aqliy bo'lgan instinktlarninki, qiziqishlarininki, arzu istaklarininki keltirib uning ta'sir ko'rsatganligini o'rganadi. Yani Freudning nazariyasiga ilib aytgan vaqtda insonlarning harakatiga ularning ongsizligidagi istaklari ta'sir ko'rsatadi, hatto uni boshqaradi deydi. Bu bir aksiyomlik bir narsa Freudning nazariyasidagi. Agar Freudni bildiganlar olib qolsa, bu eng aqalli bir savat Freudizmdagi. Shuning bilan bu Edward Bernays bundan ilhamlangandan keyin bu nazariyani shu bozor sohasiga tatbiq qildi. Ya'ni qanday degan vaqtda, qanday qilgan vaqtda iste'molchilarni texnik ko'p narsalarni setib olg'il qiladi. Ularningki setilish istigini qanday qo'zg'ash kerak. Bu setilish istigimiz ko'p hollarda, masalan, odatda bu bizning o'ydan ba'zi bo'lib qoladi bu gaplar. Bir nima setib olmoqchi bo'lgan vaqtda eng oddiy so'raydigan savolimiz bunday bo'ladi. Bunu men istemdim yoki bunga men muhtojman. Deyli. 5 xalta un. Öyle un qolmadi, bozorga chiqib 5 xalta un olgan bo'lsam, bu mening istigim bo'lamdi yoki bu meningki men bunga muhtoj bo'lgan bo'lamdi. Ya'ni ehtiyojli bo'lgan bo'lamdi. Un men uchun ehtiyojli. Endi öyle un qolmayotgan vaqtida bir yangi bir shiblat chiqqan bo'lsa, Nike'ninki deydi, yana birisining deydi. Shuni olsam, bu nima bo'ldi degan vaqtda bu men istagan narsa bo'ldiki, men muhtoj bo'layotgan narsa emas. Men cho'qim erishishkim bo'lgan narsa emas. Yani bu ahmoqonlikdan o'ta bo'lgan o'zini och qo'yib o'ltirishga menishlik bir ish bo'lamdi bu. O'zi un qolmagan vaqtida dutta olmaymiz, cash olmaymiz, balki un olamiz. Ammo nurg'un odamlar chu degan vaqtida o'zi un qolmayotgan vaqtida bozorga chiqib dutta olib mumkin. Yoki
Öyle un bolsun. Duttadan bisi bolsun. Hem çalayığı fakat dutta bolsun. Ama şu duttadan 20-30'ını jıgı bilişim mümkün. Oxşamagan markalıqlarda. Şu nimede Bernays'ninki nimesinde asaslı qıyğa vaxtı, qanda qıyğa vaxtıda insanlarınki özünün muhtaç nesillerini oylaşmay, belki o isteydiğen, mesela özünü köz içini halaydiğen o arqalıq, özünki özlük obrazını başqalarına köz qilishini közleydiğen, ya ki özünki açközlükini qandırdıqan, mal dunyaga bolgan toymaslıqını qandırdıqan isteklerini qozgaymiz. Şu arqalıq teqadımı pul xərcləydiğan qılımız degenge diqqətini verin. Onun bir meşhur bir hikayesi var bir yerde. Bu hikayenin bugünkü dersimizdeki kısmı da kıstırıp ötüp gideyim ben. Ayallarını qandaq qıyğa tamaq çekizgili boladı. Bu Edward Bernays'in özünün edisi emas. Belki onun yeniga aynı vaqtdagi Amerikadagi bir tamak kompaniyasininki xo'jayini keldi. Onun ismi George Washington Hill. O kelib deydi, "Hey Bernays, mushu tamakamni erlari chekib o'tadi. Buni qanday qilib ayollarni chekadigan qiyqili bo'ladi?" deydi. Bu 1929 yil bo'lib o'tgan gap. Ya'ni buningda Edward Bernays'ning kitobi nashr qilinib bo'lgan 1 yildan keyingi gap bu. Shuning bilan Ernest Bernays dedi, "Sening tamakanning markasi nima?" desa, "Lucky Strike" dedi. Hozir bormish tamaka. Lucky Strike deydi. Onda o vaqtda men bir o'ylashay deydi. Onunki o xaridor bilan to'xtamlashib, men mushu seninki tamakangni ayollarning chekidigan qilib berman deydi ekanda bu. Shuning bilan berib bu shu yerdagi Brill deydigan yana bir mashhur bir psixolog var Amerikadagi. Shuning aniga berib sigaretlar, ya'ni tamakilar haqida savol so'raydi ekanda. Brill shuningga dedi. Yana bu deydi ekan, bu tamaka bu erlar uchun nima zot, nima erlar buni amra bu. Dese onun xumalıqdan, iç puşuğu çıkarışdan sırt deydi Brill. En mühimi tamakla erlik küçününki simbol deydi. Deydi Bernays. Demek ben bir yerde aç kuşun tapdı. O qaytib kelgandan keyin bir plan tüzüdü. Bunun da bir ilan senet layihaydı bu. Şu vaqtda bu 4-cü aydaki Pasxa bayramını təbriklashib Washington DC'de çoğun bir parad oldu bir yerde. Şu paradda bu aynı vaqtdagi hazırın var o'sha Vogue deydigan bir jurnal var. Məxsus şu moda, danlıq şəxslər haqqındakı resimler, maqalalar ve ziyaretlerle tolgan bir jurnal bu. Hazırın bazalıq. Şu jurnalda çıkıdığan danlıq bay ayallardan bir neçəsinin tizimlikini tüzüp bular bilan aloqa qilib deydi ki, sizlar şu Pasxa bayramı bo'lgan vaqtda Washington DC'deki 5-ci koça, yani Fifth Avenue degan yerda bo'ladi ekan bu parad shu vaqtda. Shu yerga chiqib ko'zga ko'rinadigan yerda tamak chekinglar. Bu orqali o'zinglarningki, erlarningki kuchiga bo'lgan, simbollik kuchiga bo'lgan qarshiliginglarni simbollik ifodalanglar deydi. Esingda bormiki, men feminizm haqida so'zlagan vaqtimda ikkinchi qitimliq feminizm, ya'ni 1900-yillarningki, yani Birinci Dünya Urushidan keyin taraqqiy qilishga boshladi degan. Mana bu shu ayollarning tamaki chekishi burilish xarakterlik bir voqea. Ya'ni buningda tamaki chekish, ayollarning tamaki chekish orqali, uni o'rganish orqali, ularning erlarning ko'ziga ko'z tish orqali ularning kuchiga xiris qiladi, ham o'zininki kuchini ko'z tutadi. Albatta ayollarning tamaki chekishi yomon adli iş emas bu. Bunun da nəhayət nurg'unlagan sebepler var, ama bunun üstündeki bir sebepten bilsem, Bernays'nin qılıb atqan mana şu operasyonu, psixologik operasyonu mühim o'rin tutdi dedi. O günü şundan bu erkinlik yürüyüşününki, paradınınki, yoki meş'alleri deydigan bir plakatlarni chiqarib, bu ayollarni bir yerga yig'adi. Şundan bu diqqatni tortadi. O ayollar şu günü planlangandek tamakini çekidi. Bu yerli xabarlardan ötüp devlet xabarlarga chiqdi. Devlet xabarlardan g'arbdagi mühim medialda xabar qilindi. Şundan asta-asta ayollarning tamaki chekishi asta-asta qabul qilinadigan, normallashadigan
bir odatga aylanadi. Endi bu yerda demak bu Bernies'ninki bu yerda qilgan ishininki asosli qurilmasi insonninki istikini yana bir narsaga bog'lash. Ular erishmoqchi bo'lgan bir narsaga bog'lash. Ular erishmoqchi bo'lgan narsa nima? Ayollarning erishmoqchi bo'lgani barobarlik erlar bilan. Ya'ni erlar qila olganni ayollarning qila olishi. Bu maqsad bilan mangda. Ammo chigidagi maqsad nima desa, Lucky Strike'ninki tamak setishdiki kirimini oshirish. Asli maqsad bu. Onunki hech bu ayollarninki huquq bilan munosabat yo'q. Munosabat bor desa, u ayollarninki o'pkisini qardan chiqarishlarga munosabatlik va boshqa bir cho'ng ish yo'q. U faqat pul tepish shuni qilyotadi. Ammo ayollarga uni yurkininki angsizlikning eng tigidagi istiki bo'lgan o'zininki erlar bilan teng bo'lishdek orzusini g'idiqlayotgan gapmayadi. Ya'ni otni aylaxanga, yo'lni saraxanga qilayotgan gap. Lucky Strike mı pulun tepeverdi. Yani ayollar ketilgandan keyin ilgari $100 topgan bo'lsa, 100 er chekkan bo'lsa, birisi $1 bo'lsa deylik kunligiga. Ondan 50 ayol ketilsa $150 bo'ldi kunligiga degan gap. U tamakini jiq satadi, chekida qoljiq qo'yganlik uchun ham buningga kirgan kirim jiq bo'ldi. U uningdan xo'sh. Ayollar cho degan o'zlarininki erlar bilan o'xshash huquqqa erishgandan xo'sh. Men buni xato to'g'rimi demay, ama asas nima degan vaqtida bu yerda insonlarninki harakatini qo'zg'atishdagi nurg'unlagan g'ayri aqliy omillarning rolininki qancha muhim bo'lganligini shunga aniqroq tushungan bo'ldi. Endi buni yana ilgirlab tushundirayda men buni. Biz Iroq urushini bilamiz. 2003-yili bo'ldi. Amerikaning qo'shinlari Iroqqa kirdi deymiz. Uning oldin nima bo'ldi? Aslanlar. Uning oldida Amerika mushu Saddamninki zalim ekanligi nimalarni Kurdlarni 5 mingta Kurd ximiyli qurollar bilan o'ltirganligi qatorliqlarni butun medialar dedi o. Siyosatlarni da'vatida, medialarni da'vatida, tanqidlarni butun g'arb dunyosidagidek Iroq jumladan Saddam birinchi nomerlik dushmanga aylandi. Ammo xalq toza qo'zg'almadi buningga. Nimishqa desa, O'rta Sharqdagi bir davlat, nimadagi 1991-yildagi urushdimi Amerika azroq tekkizib qo'ygan o Iroqqa harbiy jihatdan qo'rqitib qo'yganda. O xalqning nima chat qiladi deysizlar. Ammo bu xalqninki bu urushga bo'lgan qo'llashni qo'lga keltirish uchun yangi bir nuqta o'ttirga chiqdi. U nima degan vaqtda weapons of mass destruction, ya'ni keng ko'lamli qirg'oqchi qurollarninki Iroq tarafidan yasalganligi. Buningki dunyoninki bexatarligiga ta'did keltirganligi. Nuqtamiz shu bo'ldi. Shuning bilan bu yerda cho'ng talash tortishlar nima bo'ldi? Shuning Hans Blix degan bir odam bor Shvetsiyalik shu vaqtda xalqaro atom energiyasi idorasininki boshlig'i bo'lgan. U tekshirish berib qaytib kelib Iroqqa bir tekshirish yapadi. Keyin qaytib kelib dediki, Iroqda bunday qurollarning yo'q, baliqqa oid paketlarni topolmadi. Ya'ni bu yo'q degan gap. Yo'q, shuning bilan bu yerda Bush atrofdan da'vatgan Tony Blair atrofda ya bunday qurolning baliqqa jazma. Shuning bilan bu qurol bam yo'qmi deb uni aniqlab bo'g'ichil Amerika biz BDT bizni qo'llasimi hujum qilamiz, qo'llamasa hujum qilamiz deb hujum qilib ketdi. Saddam ag'dirib tashlandi. Amerika nimda badiyaga erkinlik, demokratiyani olib birmiz. Ya'ni Iroq qarab turganlarda qanchalik erkin bo'ldi, demokratiya qanchalik amimlashdi. O'tirib tursin. Bu yerdagi gap nima desanglar, 4 bosqichlar berilayotgan gap bu yerda. Xalqni bir narsa qo'zg'atish uchun nima qilish kerak? Ularning qo'rqinchini o'ynash kerak. Qo'rqinchini g'idiqlash kerak. Bu qo'rqinchni qancha cho'ng qo'rqinchni barliq keltirsak, shuncha ko'p xalqni yetakligida bo'ladi deydigan bir oldingi shart psixologik nuqtasi ilib vaqtda. Shuning bilan bu qo'rqinchningki qancha cho'ng bo'lishi, xatarning shuncha cho'ng ko'rsatilishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu xatar nima desa, weapons of mass destruction. Keng ko'lamlik yo'qotish. Keng ko'lamlik yo'qotish degan vaqtda qanday psixologik ta'sir oldi kallangda? Demak, men yo'qotildi ekanman deb o'ylaysizlar.
Gerçi o kural bağımı yok mu turtusun. O kural bolsa mı Amerika'nın içi kirelemdi kiremem. O bambaşka bir gap. Ama aş sözünün özü. Bizim kallımızda qandaq bir qo'rqinch shakllantirdi. Bu keng ko'lamli bo'lgandan keyin bu hech kim ayab qo'ymaydi ekan. Hammadamni vayron qildigan o'xshaydi. Unda bo'lgan vaqtda buni yo'qotmasak, bu bizni yo'qotadi ekan. Deydigan bir qo'rqinch shakllantirdi. Nayt ustuqla o'ynalgan bir psixologik operasyon bu. Shuning bilan buni qanday qilish kerak? Bu terminologiyani o'ttirib qo'ydik. Endi buni bozorga silish kerak. Nerede salamiz? Media bilan salamiz. Bütün medialar sayraydi. Xuddi hammasi birisi yezib bergan o'xshash tekstni o'qiyotgandek, bu dunyo, bu keng ko'lamli qirg'ich qurollarning mavjudligi bütün dunyoning tinchligiga ta'sir ko'rsatdi. Shu qadar zo'r tinchlikka ta'sir ko'rsatgan davlatlar Amerikaning 3 kunlik hujumida terip-eram bo'lib ketdi ya. 3 kunlik urushga paylamadi. Keyin shu yiliq qurollar hech kim so'ramaydi buni. Keyingi so'radi. Ama şu Tony Blair'in bor hozir. George W. Bush'mi bor? Shuni xabar qilgan shu medialar bor hozir. Anadan keyin urush bo'ldi. Urush bo'lgandan keyin bu yerda oxirisi bu urushmi? Haqqoniy urushlar medial tarafidan tashviq qilindi. Xalqcho degan vaqt, mana yaxshi. Bizning qo'rqatgan ash keng ko'lam qirg'ich qurollarning manbasi bo'lgan bu davlat, ya'ni razillikning o'qi, access of evil deb atadiga uni Bush shu vaqtning o'zida. U vaqt yana Bush yana nima dedi? Bu degan bir ahli salib. Ya bizdan bo'lsa, ya bizdan bo'lmasa bizga qarshi o'rin, bizning qarshimizda tursa degan gapni qildi. U chaqda albatta maydon tanlashga majbur bo'ldi nurg'un davlatlar. Shuning bilan Iroq urushi shunday qilib oxirlashdi. Demak, bu yerda men bu urushga ishkillab kirishni xohlamayman. Faqatla medianing qanchalik rol o'ynaydiganligini bu yerda ko'rib oldi. Media bir davlatninki, xalqininki ko'p qismininki kallasini o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi. Ularning fikriga ta'sir ko'rsatdi. Ularning reallik to'g'risidagi qarashlariga ta'sir ko'rsatdi. Andın bir yerda yana bir psixologiyalik bir bilimi bor. Bundaq bir cho'ng bir operatsiya qilgan vaqtida biz shuni ko'ryapmizki, insondagi negativ yoki salbiy hissiyotlarni, hislarni qo'zg'atish, ijobiy hislarni qo'zg'atish qaraganda bek unumli rol o'ynaydi. Odamda uch cho'ng zo'r, nayt kuchli hissiyatiy kuch var. Birincisi korkunç, avvalmen degandek. İkincisi öçmenlik. Üçüncüsü o degan vaqtda ko'ranmaslik. Hamda o'ylanglar, ma Xitoyningki bizga gap bergan tashviqotga qaranglar. O'xshash, qurilmasi o'xshaydi. Uyg'urlarni qirish uchun qanday qilish kerak? Bu yerda Xitoylarningki ikki nuqtani qilish kerak. Birisi Uyg'urlardan qo'rqadigan qilish kerak. Yani Uyg'urlarning qo'rqinchli bir obrazni yaratish kerak. İkincisi o degan vaqtda Xitoylarni buni ishondirish kerak, Xitoy ommasini. Uyg'urlarni eng qo'rqinchli ko'rsatishki, eng unumlik, eng pul az ketadigan va tez ish qashadigan unum qaysi degan vaqt Uyg'urlarni bir alvasga o'xshatish kerak. Qanday o'xshatib bo'ladi Uyg'urlarni? O kadar oq ko'ngil, naqshsulg'i yaxshi, bunda bir esil bir millatni qanday qilib bir davlatninki bütün media mashinasi bunda bir terror nimaga da bir qo'rqinch alvasga aylantiradi. Birdan-bir yo'li xalqaro bozordagi terrorizm degan bir narsani tayinish kerak. Uni olib kirish kerak. Ama bu Uyg'urlar terrorizmni nima qilib qo'ysaqlar oqmaydi bu gap. Qanday qilish kerak? Uyg'urlarni bir tahlil shaklida o'tirib chiqish kerak. U chaqda shu ham bu tuhmat bu yerda oqadigan bo'ladi, ham Uyg'urlarga obdan bu qalpoq obdan kelgizildi. Shuning bilan Uyg'urlarni uyabiyada turib bayonot bergizdi. Elaqqa saxta jihatchilar. Ya onu bunu bir qilib Xitoyni onu bunu qilib ziyon sağgan bir shakl bo'ladi. Andın qo'rqinch xuddi ayliqi Amerikaning da'vat qayliqi keng ko'lamlik qirg'uchi qurollar degandek Uyg'ur
fizikli qural olsa, Uyg'urlar cho'liga, Uyg'urning hammasi bir bomba. Chunki bular terrorizm bilan kallas qurollangan bularninki. Shun xatarlik bular. Bularni qirmay turib, bizga amallik bo'lmaydi deydi. Shuna Xitoylar buni qabul qiladi. Bu bir necha yillik bir propagandaninki davlat medyasi tarafından ilib turgan propagandaninki mahsuloti. Anadan ikkinchi bo'lsa, xuddi urush oxir desteklangandek ma'noda shunday bo'ladi. Ondan Xitoy dunyoga nima deydi? Bizmi terrorizmning qurboni deydi. Xuddi Amerika bu xil qurolning qurboni biz deb o'tirib chiqib, ya biz taraf bo'lsa, biz taraf bo'lmasam qarshimizda tursa deganda Xitoymi deydi? Ya bizlar bu terrorchilarni bil yo'q desa, unda qilmaydi ekansa, bizning qarshimizda o'tsa, biz seni o'ch olamiz deydi. Haq qo'yadi. O'zining xalqini mi qo'rqitdi, boshqalarni mi qo'rqitdi? O'xshash. Tipki qurilma o'xshash. Bu yerda yana medianing g'oyat zo'r roli bor. Hamda medianing yana bir nimasi ko'p Allohda media alaqa bir tarafliliklarga tayinadi. Bu bir tarafliklarninki turli yamanjiq medialarni qo'llan. Uning ustiga biz insonlar bir taraflilikka bekli mayil keldigan bir jonliq biz. Muntazam, mükemmel bir mantiqiy, bir logikalik jarayonga to'yingan bir tafakkur insonlarda bek az ko'rildi. Ko'pincha fikrlarimiz, qarashlarimiz, hatta men so'z aytgan mushlarning ko'p qismi bir taraflilik to'lgan bo'ladi. Bu mediada bu texdimici oldu. Hatta ba'zi chaqda qasdan bir tarafliliklar o'ynaladi. Maqsad anglag'uvchilarningki, ko'rguvchilarningki, o'quvchilarningki qarashlariga ta'sir ko'rsatish, epikasi o'zgartirish, texdimmi muvaffaqiyat ko'p qolsa, tam aksini qilish. Shunda bu manipulyatsiyaning turlari kirdi. Bu yerda ikki narsa va yana birsi ma'lum bir xabarni xabar qilish bir tarafdan. Buningda ma'lum bir shaxsga qarata davomliq uni salbiy hikoyalar bilan, salbiy baholar bilan, salbiy batnomlar bilan alvasitlashtirish. Uningda hech qanday bir ijobiy bir ahvol bo'lmaydi. Iliqi prinsipdan bir sibago, ya'ni bu yerda bir odillik yo'q. Ham aslında aks ettirişdimi, balani ıslashgan bir holat yo'q. Faqat bir tarafga qiyib ketgan, bir qutupga oqqan bir holat borda. Buningga men nimani misol keltirib beray? Trumpni. Xabaringizda bor, Trumpningki prezidentlik davri nihoyatda egiz pastlikda davolg'ishida o'tgan bir prezident Amerika tarixidagi. Hamda Trumpningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida rolining bor yo'qligi bir bahslik deymi, ammo uningki qo'l ostidagi cho'ng donishmandlarning birisi bo'lgan John Boltonning aslimizda u Xi Jinpingning Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik olib berishi qarta yeshil chiroq yiqib bergan deyilgan bir aslning bir parchasi bor. Bu jihatdan men Trumpningki bu ishtiroqi men pek nima emas, yaxshi ko'rmayman. Bularni bizning ishimiz kelgan vaqt. O'tirib tursin, men o'zimninki bu hissiyotimni aytib qo'yib turay. Trump oxirgi kunlarda bularni shu 2020 yili 6 yanvar kunida haliqi Amerikadagi nurg'iyalik odamlar kelib, 10 yilda kelib san'atning binosiga kirgan cho'ng qalamqancha chiqqan kuni o'sha shu. Hozir shuni da'dan tortadi-ku, shuning uchun hozir Trump hozir 70 qatim ayblanib bo'ldi. Sotlanmoqda, yaqinda Georgia shtatida sotlanmoqchi. Demak, mushunda ahvol ostida Trumpningki o'zini oqlashiga asosan yo'l qo'yilmadi. Undan burunmi butun dangliq medialda bo'libmi CNNda kundudagidek tillanadi, ayblanadi. Har bir gapi, har bir qiliqi ayblanadi. Endi qaranglar, Bidenninki, Xitoyninki istixborot odam bilan bolasini so'zlashga vaqtidagi bir nimiz e'lon qilindi-ku yaqinda, satchiligi. U yerda shu ba'zi prezident Bidenning bundan xabar topadiganligi haqida bayonlar bor. Bu taqa oyoqlashmagan bir gap bu. Demak, 6 million pulga Hunter Biden, Joe Bidenning o'g'li Xitoydan kelishayotgan gap edi. 6 millionni bergan Xitoy Amerikaning 700 millionga vayron qildi. Bakar vermeydi ki Xitoy pulni. Bu setchiliklar Trump'ninki ayni vaqt setchilikka qaraganda qanchalik medianinki
diqqatini qo'zg'ayapti. Bu birinchi nuqta. Ikkinchisi, Trump shu vaqtning o'zida dunyodagi dangliq ijtimoiy medianing hammasini qo'g'lab chiqarildi. Twitterda e'lon qilinmadi, to'siydi. Facebookda to'siydi. Snapchatda to'sidi, qatorliqlar. Hech joyda gapini deyolmaydi. O'ylanglar. Amerikaning bir prezidenti Amerikadagi dangliq medialda og'asi ovozini chiqarmay prezidentlikni oxirlashtirdi. Mana bu medianing qudrati degan mana shu. Prezidentni ayab qo'ymaydigan gap. Ondan bu vaqtda haqiqatan medianing kuchini his qilasizlar. İkincisi bu ishqbaqarlik bir taraflamak deydigan bir atalg'i bor, gatekeeping bias deydi inglizcha. Bu ishqbaqarlik deganimiz xabar qilgan narsani tanlab xabar qilish. Xabar qilishda bir tanlashchanlik bo'lish. Tanlashchanlik bo'ldi degan gap bir qismlarini deymiz, bir qismlarini demaymiz yoki bosirib qo'ymaymiz degan gapni bildirdi. Buningki bu atalg'ini o'tirib qo'ygani Kurt Lewin deydigan bir dangliq bir psixolog var. Bu 1940-yil o'tirib qo'yilgan bu atalg'ini. U degan vaqtida xuddi bir oilada oti bilan bola shu dasqanda nima tomoqning yeyildiganligini belgilagandek bu ishq maqomi mayli siyosatda bo'lsin, iqtisodda bo'lsin, bizning kontekstimizda mediada bo'lsin, nimalarninki qaysi ishlardan o'tib eng oxirisi ko'rurman o'qirmanlarninki diqqatiga keldiganligi qatorliq nurg'un narsani kontrol qiladi dedi. Bu demakdan o'zi xuddi men men ilgari meningki axborot nashriyot tajribam degandek bu yerda bir nurg'un ishlar o'tadigan, biz xabarning chiqishi uchun nurg'unlagan tasdiqlash, hattoki ba'zi chaqlarda senzurlash jarayonlari bo'ladi degan gap. Bu yil ham qo'llanib kelayotgan bir nimalarning birisi, bir taraflarning birisi. Hamda demak, hamda Trumpning gapi kelayli. Demak, bu qadar zo'r bu Trumpga qarshi turgan solchilar yoki demokratchilarning medialari Amerikada asosiy medialardan turdi. Trumpning prezidentlik vaqtida necha qatam yolg'on xabar, apqashti xabar deb ba'zi bir medianing muxbirlarini jamoatning oldida bo'libmi axborot e'lon qilishga ayblayotganlik nurg'un qatam ko'rsizlar. Demak, bu yerda Trump bir prezidentlik sifati bilan Amerikadagi medialarni tanqidlaydi. Bu nimani bildirdi? Prezident medianing o'rtasidagi dushmanlik munosabatini bildirdi. Mening nazarimda Trumpningki eng ko'p ketgan yeri Trumpning birisi medianing qo'llashiga erishmaganligi, ikkinchisi istixborot sohasining qo'llashiga erishmaganligi deb qarayman. Men ikkinchi soha bugungi darsimizning sifatida. Ammo medianingki Trumpningki 4 yillik jarayoniga diqqat qilsanglar, medianing qanchalik ilishib o'tganligi, buningki prezidentning qanchalik qiyin o'tganligining yana bir dalili sifatida o'tirib chiqdi. Chunki asosiy iqlim medialar prezidentga qarshi turdi degan gap prezidentning gapi asos media iqlimlari ya ularning o'rtasidagi munosabat jumladan uning gapi asos medianing filtr orqali xalqqa yetkazildi degan gap. Demak, xalqningki qaysi xil Trumpni ko'rishi, Trumpning qaysi gapini anglashi medianing filtrlash orqali bo'ladi degan gap. Garchi Amerikada naq maydon taqdir nurg'un narsa bo'lsa-mu, ammo bu yerda baho deydigan bir nim bor. Mutaxassislar to'xtamay Trumpningki ichki tashqi siyosatini ayblab o'tiraversa CNN'da bu chog'da xalq uning ta'siriga uchramay qolmaydi. Uning ustiga nurg'unlagan odamlar hozir bu azyapti, ammo shu vaqtlarda o'zida nurg'unlagan odamlar soatda 3-4 soat o'ltirib CNNning xabarini ko'rdi yoki boshqa medianing xabarini ko'rdi. U xabar deyilaversa, o'xshash salbiy baholi takrorlanaversa, tabiiy uning ta'siriga uchraymiz biz inson. Demak, bu medialninki qanchalik bir roli borligini tushundirdi. Hamda oxirgi bir gapni deb qo'yay, bu bir uchur xarakterlik gap, statistikaga asoslangan, ya'ni Amerikadagi medialninki egidorlik huquqi, medialarning kimning egidorlik qilayotganligida. Buningdan 37 yil ilgari Amerikadagi 50 shirkat Amerikaning media sahnasida bordi, 50 shirkat bordi.
Bu nimani bildirdi? Aba dedik-ku. Köp xillikni bildirdi. Medianın köp xilligi fikir erkinligininki bo'lishdagi muhim bir narsa. Xitoyda fikir erkinligi yo'q. Nemishqa? Chunki birli media bor. Xinhua agentligi bor. Bütün baş xabarni mushu ishlab chiqardi, mush bekitdi va mush taqtidi. Boshqalar andan buni da elib taqtidi degan gap. Amerikada cho'digan vaqtda bunda Xinhua agentligidan 50 ga bor degan gap 37 yillar ilgari. Endi hozirchi? Hozir bu 6 ga tushdi. Bularning birisi AT va AT&T. Bununki cho'ng bir shirkat bu Amerikadagi. İkincisi CBS. Üçüncüsü Comcast. Dördüncüsü Disney. Beşincisi News Corp. News Corp ma Fox'unki. And altıncısı Viacom. Xo'sh, bu nimani bildir bu? Demak, medianingki igdorligi bag'ansiri bir necha shirkatlarning qo'liga yig'ilyotdi degan gap. Bu fikr erkinligi qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni faraz qilish qiyin emas. Hamda Amerikadagi xabarlarningki xabar mulozimat nuqtasidan kelish manbasi ikki bo'ladi. Birisi Reuters agentligi, ikkinchisi Birlashma agentlik. Ammo buning ichida eng kilidigini Birlashma agentlik bo'ladi. Qag'alar shunda foydalanadi degan gap. Xo'sh. Bu yiliqi biz ko'rayotgan yiliqi medialningki ko'p xillik nima ketdi? Xo'sh, endi qaysi shirkatlar bor? Masalan, dunyoda bütün dünyadaki şirket emas bo'laylik, kooperasyonlu bo'ladi, cooperation bo'ladi. Naydi zo'r shirkatlar bu. 3 shirkatning paychiki mush medialning hammasida bor. Paychik bor degan nimani bildiradi degan vaqtda, uningda boardda, ya'ni ijroiya komitetida odamlar bor degan bo'ladi. Bu şirketninki. Birincisi bu şirketin birincisi Vanguard şirketi. İkincisi BlackRock şirketi. Üçüncüsü State Street şirketi. Hatta Twitter'da, Facebook'da en misli bulanınki 5-10%'in nimeleri var. Pay çekimleri var. Gerçi bular to'liq kontrol qilinmasmi o şirketlerini, ama şirketin adamları bulanın gapini anglamay amal yo'q. Medianın adamları bulanın gapini anglamay amal. Çünkü bular chiqib qolib qolsa yoki bularninki achchig'ini keltirib qo'ysa, u vaqtda bularninki bozordagi pay chekiga ta'sir etadi. Bu yerda bir narsa qistirib qo'yayman. Men amaliyotda Amerikaning iqtisod to'g'ri so'zlamoqchi edim, ammo uni men so'zlayman bu qitim. Chunki birsi buniga jiq izlashim kerak. Bu iqtisod meningki qiziqishimdagi eng ojiz bir soha bu. Shuning uchun hayotim jiq o'rgullikda o'tgan odamman. Hem şunun için nurgun adamlar şu ürümçiden tatip beni zanglık kılıp deydiğen bir gepi varsa atışlık emas dep. Ben atışlık emas bu cihetten dep koydum, çaq kılıp. Muşundaq gap. Bunu men de sözlep olamayım, ama iqtisod xabar bab Allah qap qalsa, iqtisodla Amerikanınki mediası münasibeti, cemiyetine münasibeti ve başka pul muamele, başka sahne münasibeti doğrusu sözlese yaxşı buludu. Hem bunu ben qarşı almamışdım dep qo'yaymış telekimni. Xo'sh. Axirgi nokta social ijtimoiy media doğrusu qisqa to'xtalib o'tib. Hazır biz bütünle bir ictimai media devrinde yaşayatımız. İctimai media bu torlardaki bu bir sahne bulasıp bizden bizge gayet zor bir mümkünçülük ege, hem onunla toyungan bir mevhum reallıkını teminlayıvatıdı. Bunun içindeki meşhurları mesela Facebook deyimiz, Snapchat deyimiz, Instagram deyimiz, Twitter deyimiz ve vaha kazala. Hem de hazır Facebook'unki bu bazı nəhayət zor olardı. Milyarddan artıq abone var, yəni müşterisi var deyə qarşıladı. Hem onun üstüge hazır dünyada 4-7 milyard adamla ictimai medianı işletiyordu. Bu dünyanın nüfusundaki 60% egal. Demek bu ictimai medianın kullanışı gayet zor bir hem sahne, hem bir baza, hem bir iqtisadi bir yoşurun küçük ege. Bir gayet zor bir gavda deyishga bo'ladi. Masalan, Facebook'ni olib qalsak, Facebook'ninki bozor qiymati necha trillionga boradigan cho'ng bir shirkat bu. Ham uningda hozir bir monopollik shakllandi. Ya'ni Facebook bilan aldirab chiqib raqobat qilgandek bir nima bo'lmayotdi. Uning Facebook o'zini davomli yanglab, nurg'ulg'an turlarni qetib
ketyapady. Amma şunun bilan bir vaqtda biz bir şu ijtimoiy mediadagi bir monopollukninki xatarlarini sezyapmiz hozir. Bunda bo'lishning sababi yani şu ijtimoiy media supsiga qatnashdiganlar soni qancha ko'p bo'lgan sari u shu supining kuchi shuncha oshadi, uning kuchi shuncha oshgan sari uningga beriladigan e'lonlarninki soni shuncha oshadi, uning berilgan e'lon soni oshgan sari u shu supininki iqtisodiy kirimi shuncha oshadi, uning iqtisodiy oshgan sari uningki bozordagi monopollik shuncha oshadi, uning monopollik oshgan sari u hatto boshqa sohalarga ta'sir ko'rsatish boshlaydi. Masalan, eng muhimi siyosatga jumladan hukumatga. Chunki Facebook qo'rqmay turib bir davlatning prezidentini o'zining supisidan qo'g'lab chiqadi. Saylamga aralashadi degan gap. Bu turibdi son. Hamda bu qiziq yer nima bu yerda desanglar, bu Facebook ajoyib bir o'zgacha bir xil hukmni bildirdi bu. Men ilgari Facebookda batim, buniga men diqqat qilgan. Yani bu qandaq bir hukm bu degan vaqtda Facebook hech qaysimiz zo'lamaydi. A'zo bo'lishga. Biz uningga zo'limiz nimishqa degan vaqtda Uyg'urlar uchun, ya biz uchun o'zimizni misol olaylik. Bizga bir mavhum bir vatan kerak. Fiziklik vatan Sharq Turkiston oyog'ida qoldi. Uning bilan aloq uzildi. Irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. Endi chet eldagi Uyg'urlarningki bir-birsidan bir o'zaro didorlashadigan, fikr almashtiradigan, bir ishlarni planlashadigan bir sahnesi lazım buldu. Bir mevhum, bir vatan lazım buldu. Bunu Facebook obdan orunlaydı. Şuna olan biz onunla qancha ko'p qatnashsak, ihtiyacımıza göre Facebook'ninki abonentninki soni shuncha oshadi degan gap. O oshgan sari abay deganimda iliqi dominik ta'sirlar bo'ldi. Birini aqdan biri ulashib yuz beradigan, kengayib mangdigan xuddi qishdagi qarpamizniki cho'ngayib g'oyat zo'r bir qarninki g'oyat zo'r bir sharsima bir nimasini barliq keltirgandekda. Shuning bilan bu biz ularga ishlab beramiz degan gap. Biz 3 soat vaqt o'tkazsak, Facebookda deyil, 3 soatda uning nurg'ulg'an e'lonlarninki ta'siriga uchrab turamiz. Demak, ularga biz 3 saat vaqtimizni baxshanda qilamiz degan gap. Uni pul beradi bizga bermaydi. U biz uning bakallıqdan xo'sh emas. Bakallık oldu. Ma Twitter'da nimani ayliqqa ko'p bijimi elish uchun ayliqqa bir qo'shash belgisini qilib maxsus jiqnasini yo'llaydigan bir nimasi bor. Undan pul to'laymiz-da. Ama Facebook bunda nima yo'q. Pul to'lashning hojati yo'q. Biz boshqa nimasi ixtiyorlik to'lasak, unda normalda pul to'lamaymiz. Xo'sh biz uningga Ama o bizni aş arkalık özüge tatip ekilip nima qiladi? O noqalalda bizning ko'zimizga ilanlarni tiqib o'tmaydi o. Bu yaqinda bir hujjat film chiqdi, Social Dilemma deydigan, ya'ni ijtimoiy tanqislik deydigan bir. Bu Facebook'ninki qanday qilib shu Facebook'ninki mushtirlarninki uchurlarini yig'ib uni e'lon shirkatlariga sotadiganlik haqidagi bir ishni oshkor. Yani Facebook'ta bizningki nimani do'stlarimizdan kim ekanligi, bizning nimani yaxshi ko'radiganligimiz, nimani ko'p ko'radiganligimiz, nimani setib olganligimiz, hattoki bizning telefonlarimizgacha, uchurlarimizgacha hammani o'tgan qadam deganimdek sun'iy aql orqali algoritmning yordamida analiz qiladigan bir sistemasi bor. Ular biz va bizning xarakterimiz haqida shunday bir mukammal bir uchur ambarni yasab etganki, ular biz o'zimizni bilgandan yaxshi biladi degan gap. Nimishqa? Chunki ularning uchur toplaydigan kategoriyasi 52 ming xil ekan. 52 ming xil tur bo'yicha bizningki turli uchurlarimizni yig'idi degan gap. Bu uchurlar biz haqida mukammal bir hikoya film bo'lib ishlanadi degan gap. Barbirimizning uchurlar. Biz Xitoyning WeChat'dan qo'rqaymiz. Chunki u Xitoy istixborotininki qo'li bu. Bizga tahdid deb keladi u. To'g'ri.
Ama Facebook'cu. Elbette Facebook'ta bizim bir təhdid kelmeydi o. Ama uçlarımız ne ketip atıdı? Şəxsi uçlarımız ne ketip atıdı bizimki? Onu bile adam yok. Demek bunundan qağa vaxtımızda onu Facebook'un özlerime degen gaplı bu özlerinin ma Zuckerberg'in ma Amerika'daki senatninki appağan güvalik bir şığıllarda soralgan suallama ba. Bu vaxtda nurgulluğan näsle ba. Şunu özüňe körep baksaň boludu. Hoş, endi ahirista bu arqalık bizninki avlaq ötken derslik saatki derski bağlasam ben demek bu ijtimai medialarda bu aqli sünni aqllarning işletilişi kelgüsüki bizninki bağansırı bir bizning qiziqishlarimizningki abay deganimdek qo'rqinchimiz, qiziqishimiz, yaxshi ko'rishimiz qatorliqlarningki o'ylanish orqali bizninki fikrlarimizni o'zgartirish, saylanma bilet taşımızga ta'sir ko'rsatish qatorliq nurg'unlagan ishlarni qilib etgan bo'ladi, ham qilib etilyapti hozir. Unda bo'lgan vaqtda bu demokratik davlatda bundaq bir monopoliyaning bo'lishi qanday tushunish kerak? Bu cho'ng savol, buna hech kim javob bera olgani yo'q. Demak, bunda bo'lgan vaqtida bizningki media haqidagi nurg'unlagan sadda qarashlarımızga ciddi bir savol qo'ydigan vaqt keldi deyishga bo'ladi. Mediaga ishonish kerak, ko'p hollarda ishonish kerak deymiz, chunki bu yerda bir tanqislik bor. Ya'ni mediasiz yashashga bo'lmaydi, ammo mediaga ishonib qolsak xato yashagan bo'lamiz. Chunki undagi kelayotgan uchurlarningki xili ko'p qismi ya yolg'on yoki saxta yoki boshqacha. Unda bo'lgan vaqtda bu yerda bizning bir tanqisligimiz bor. Oturup CNN'de 10 saat köysek texe. Köymesek texe. Şunun için bu tanqislikdan qutuluşdan yolu nima degan vaqtda har qanday bir media texada mi keskin etsaq, u media qancha kuchli, qancha cho'ng bo'ladi ekan, buning uchurlarini nihoyatda tanqidiy yo'ldan qabul qilish kerak. Bu faqat cho'ng bo'lib ketganlik uchurlar, qudrat ko'p ketganlik uchun rost gap qiladi degan gap bo'lmaydi. Bu intayin bir xato qarash bu. Texe ashunda kuchli xato gapni yalğan gapni naat ustuqlan qilib o'tadi. Uni mutaxassisni yig'ib o'tadi oldinliga. U mutaxassisni sayraydi o'ylab nimaga o'xshat o'xshash. Onun ustiga insonlarda shunday bir psixika borki, u mutaxassisning gapi bo'lgandakilar biz uni hurmat qilamiz. U uni biladi. Shuning bilan bizni o'ynaydi. U mutaxassis yalg'i, uning pul versa davrdi u mutaxassisligi. Ko'p ko'rdik-ku. Shunga medialarga kelgan vaqtida naat salqin bo'lmoq kerak. Nurg'unlagan xabar manbalarini selishtirib, mashina ichidan dedim-ku, sening hikoya, mening hikoyam, uni orasidagi haqiqat degan nuqta bo'yicha bir mo'tadil bir haqiqatni topmoq lozim. Ammo buningdagi bir tarafla kam bo'lib qolib qolsa chatoq chiqadi. Sening hikoyang, mening hikoyam bo'lmasa chatoq chiqadi. Bu bir uch burchaklik munosabat desak, buningda o uch burchak munosabatdan yo'qi uch nimelik putliq o'rindiq desak, besh put bo'lma qolsa chiqib tushadi o'rindiq. Shunga o'xshash narsa bu. Anandan keyin ijtimoiy mediaga kelgan vaqtimizda nurg'unlagan uchurlarni shu ijtimoiy yaxshi yeri ba'zi chaqda so'raydi. Facebook ma'lum uchurlarini hozir qanday bilmayman, ilgari so'raydi. Masalan, seninki shaxsiy telefon nomerlarini paylaşsan bo'lamdi biz bilan degan vaqtda rad qilish kerak-da bunday narsani. Chunki bo'lmasa u uning bizning do'stlarimizning telefon nomerlarini qo'yib, ularni turli shakllarda Facebook'ninki g'oyat zo'r uchur ambarlarninki ichiga kirib ketadi, uning ovlash obyekti bo'lib qolishi mumkin. Qatarliqda. Shuningdek ijtimoiy mediami bizning shaxsiy uchurlarimizni saqlashga ko'ra ko'pincha bexatar emas. Shuningga ko'ra o'zimizning shaxsiy uchurlarini bexatarlik saqlashga diqqat qilsak bo'ladi. Chunki bizningki g'oyat bir dushmanimiz bor. U dushmanimiz bilmayman, Xitoy istihborot bilan Facebookning o'rtasida qanday munosabatlar bor? Agar bu munosabat qolib qolsa, bizning qanchalik uchurlarni bu to'g'risida bir maqolam chiqqanda, nimada keyin uningki maqolani yo'qolib ketdi. Cho'ng social medialarniki Xitoy istihborot uchun qanchalik yordam berganlik haqida. Demak, bizning ashadagi faoliyatlarimiz qatorliqlar Xitoyninki istihborot bilan, chunki pul to'lasa oldigan uchurlar, chunki uchur hozir pul bo'ldigan narsa, bir tovar hozir uchur degan. Bizning uchurimiz shu cho'ng ijtimoiy medialik uchurimiz tovar. Buni
e'lon sanatçılığımı aladı, istihbaratçılığımı aladı, hökumət organlarımı aladı degan gap. Həmmiyədə oxşaş gap bu. Şunun üçün yaman mühim nəsildə ictimai medialda diqqət qilish kerak. Xoş. Bugünkü mening media və ictimai media haqidagi darsimiz shu oxirlashdi. 9-cu qismi shundan bilan tamam. Hamda oxirgi 10-cu qismiga kelamiz. 10-cu qismida men shu oldingi 9 qitimliq leksiyalarimizni so'zlangan temalarni bir nuqtaga yig'aman. O yig'gan nuqtamning temasi g'arb cho'kib Şunun bilan mening bu qitimliq bugungi g'arb jamiyati haqidagi leksiyam shunga oxirlashdi. Kelar qitimliq leksiyamizni ko'rishaylik. Hammanglarga amonlik, xotirjamlik tilayman. Xayr xo'sh.